Hammaga salom. Sketchware bo'yicha bugun 11-video darsligimiz. Bugun sizlar bilan CVB fayllar haqida gaplashamiz. Aslida nima u va bizga qanday foydasi tegadi, shularni ko'rsatib tushuntirib beraman. Xo'p, Sketchware'ni ochamiz va bizda mana bunday projektlarimiz bor, loyihalarimiz. Ya'ni har kim o'ziga kerakli loyihani yasaydi va telefoni masalan tozalanib biroz bo'lib ketsa, hamma loyihalari o'chib ketadi. Biz mana shu loyihalarimizni CVB faylda eksport qilib olishimiz mumkin va o'sha CVB faylni xohlagan telefonimizda ochib, ishimizni, ya'ni loyihamizni qayerda qolgan bo'lsak, o'sha yerdan davom etib ketishimiz mumkin. Hozir sizlarga o'sha CVB faylga loyihamizni CVB faylga aylantirishni ko'rsataman. Misol, xohlagan loyihangizni olasiz va deylik, mana shu loyihani oldim va kengaytirilgan parametrlarni ochib olamiz va bizda backup mana bunday ikonka bor. Shuni bosamiz va bizdan bloklar bilan kutubxonalarni ham birga qo'shamiz va mana bu tugmani bosamiz. Xo'ps, mana muvaffaqiyatli bo'ldi. Hozir mana shu Bottom Navigation nomli loyihamiz CVB faylga aylandi. Xo'p, bizga mana bu yerda bildirishnomada qayerga joylashganligi ham ko'rsatildi. Xo'p, endi telefonimizdan fayllar menejerini ochib olamiz va asosiy xotirasiga papkalarga kiramiz. Va bizda hozir ushbu CVB faylni papkasi ko'rinadi. Oldin esa mana bu yerda shu nuqtani bosib, yashirin fayllarni chiqarishni bosamiz. Xo'p, mana .sketchware nomli papkamiz ochildi. Shu papkaga kiramiz va mana bu backups papkasiga kiramiz va o'sha loyihamiz mana shu Bottom Navigation shuni eksport qilgandik. Xo'p, bundan oldin ham qilgandim. 48 oxirgi daqiqasi mana shu faylni biz xohlagan messenjerimiz orqali saqlab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun Telegramga tashlab qo'ysak, boshqa do'stlarimizga ham mana shu loyihamizni ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p, Telegramni ochib olamiz va fayl jo'natish uchun faylni tanlaymiz. Ichki xotira va sizda mana bunday ochilishi mumkin. O'sha .sketchware, mana bu papka va o'zingizni loyihangizni nomi chiqadi bu yerda. O'sha CVBni tashlaymiz. Xohlasangiz do'stlaringizga uzatishingiz mumkin buni. Shunday qilib, o'zingiz yasagan loyihalaringizni mana shu tartibda saqlab qo'yishingiz mumkin. Va xohlagan paytingiz buni bemalol boshqa telefonlarda ham davom ettirib ketasiz qolgan joyidan. Xo'p, bugungi videorolikimiz shu haqida edi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarga qadar ko'rishguncha